بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب أمة تكون تحت العبد فتعتق. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في الأمة تحت العبد فتعتق أن لها خيار ما لم يمسها. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن زبير أن الزبراء مولاة لبني عدى ابن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد وكانت أمة فأعتقت فأرسلت إليها حفصة فقالت: إني مخبرتك خبرا وما أحب أن تسمعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك، فإذا مسك فليس لك من أمرك شيء. قالت: ففارقته. قال محمد: إذا علمت أن لها خيارا فأمرها بيدها ما دامت في مجلسها ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر أو يمسها، فإذا كان شيء من هذا بطل خيارها. فأما إن مسها ولم تعلم بالعقد أو علمت به ولم تعلم أن لها خيار فإن ذلك لا يبطل خيارها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق. Ayol qulgan ayolni xo'jayini ozod qilyapti. Bunday holda hukm qanday bo'ladi? Ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi: "Anna lahal khiyaru ma lam yamassaha." Ozod qilingandan keyin eri billa bo'lib qolmasalam, yaqin kelmasalam, yaqin kelib bo'lguncha tanlash erkinligi bor. Yaqin kelgandan keyin xuddi bu ayol shu bilan birga yashashga rozi bo'lgandek, men bunda siz bilan yashayman degandeklam, u tanlash fursati ketib qoldi ekan. Chunki bunda bir rozilik bor. Azod qilinishdan ilgari demakchi, azod qilinib qolgandan keyin azod qilinishdan ilgari unda gap yo'q. Xo'jayini siz azod dedi. Degandan keyin eri bilan birga bo'lib qolishdan burun men amasa sizni ajrashni tanlayman deya olsa bo'ldi ekan. Bu kuni qimay birlashib yetib, atsa tanatgan chog'da men tanlayman desa bo'lmaydi. Azod bo'lgandan keyin albatta hamda azod qilinishdan ilgari bular ayol, bular birga yashaydi. Azod qilindi deb shunda ham azod bo'lgandan keyin tanlash ixtiyori bor. Ammo birga bo'lib ketib qolsa, bo'ldi tanlash ko'ydi demakchi. أنها كانت تحت عبد وكانت أمة فأعتقت فأرسلت إليها حفصة. شو أزاد قلنش يلالام حفصة bunun haq huquqini bildirib qo'yish uchun odamga aytib chaqirtibdi. Sizga men bir narsani deb qo'yay. Sizni hozir tanlash erkinligingiz bor. Birga bo'lib qolmasangiz-ham tanlash erkinligingiz bor. Shuni oldirmay qara qiling. Agar birga bo'lib qolsangiz, tanlay olmay qolsangiz degan ekan, birga bo'lmay turiblam الزبرة دده قال الزبرة ففارقته ففارقت زبرة. إما رواية ففارقته شنو نقول ففارقته ما؟ هذه رواية شنو ففارقته يعني بو شين شخص يساعد من ده شو لبرب كده تب عندن özünü شين شخص şekilde ibaret sürdüğü ağılba. Arapçada التجريد de bataydı. Özünü sorup çıkılıp durup andın umanda kıldı yani. Özü doğruluk sözler atılıp lekin andın ayrılıp gitti yani ben ayrıldım diyeyim ben de. Qal Muhammed rahimahullah iza alimat anna la khiyaran yuqriqdak hafsa mesela uqtirib qo'ydi ya advokat uqtirib qo'ydi sizning manda huquqingiz bor deb tushuntirib qo'ygandan keyin shu so'rindan qo'pmagan chaqda mesela men erimni ajrashni tanladim deb bunda tanlamagan ahvolda shu so'rin bo'lib qolsa tanlay oladi. Qo'yib ketib qolsa bo'lmaydi. Aw ta'khudha fi amalin akhara aw yamassa. Yoki boshqa bir ish tutish qilib ketsa, bozor so'zlik qilmandi yo bir qilaman desa, bu majlis hozir oyoqlashgandek hisobda. Yoki er bilan birga bo'lsa, men siz bilan uy tutib davomlashga rozi deganni bildirdi. Bunda hollarda xiyar tugaydi. Fa idza kana shay'un min hada batala khiyaruha. Fa amma in massaha wa lam ta'lam bil 'itqi, bu ayol azod qilganligini bilmabdi, xabari yo'q ekan. Xo'jayini cho'nglar bor so'rinda azod qildim debdi. Lekin bu dedek tizliqda anlamabdi. Almay kiriblam
kechda eri bilan birga bo'lgan bo'lsa, aw alimat bihi va lam ta'lam anna lahal khiyar, yoki azat qilganligini bilib, o'zining tanlash erkinligini bilmay shu ish menda davomlashaveradigan o'xshaydi deb tushunib qolgan bo'lsa, fa inna zalik al-mas, ash eri bilan birga bo'lash la yubtilu khiyaraha, ayolning tanlash huquqini yo'qotmaydi. Eri azat olsa, dedekni qo'lda tutib turish, amrida saqlash ba'zi qilmasa, o'radan dedekni oldi, dedikqa bu chaqdi bo'lar. Uning qo'lda zot taloq qilish huquqi bor. Ya'ni u xohlamasa taloq deblam o'raldi mizalib ketaveradi. Bu taloq marid. Bu hamda o'lim kesili holatida taloq qilgan bo'lsa, ayoli iddat ishida iddatdan keyin miras ola olamdi degan gap. Bu odatda bunday ham kasal emas, zukan bo'lib qopdi yo jigar kesilib qoldi, bu emas, rasmiy o'lim kesili. O'lash oldida sakarat etganda bunday ahvolda taloq qilsa, keyin o'lib ketib qolsa, ayoli miras ola olamdi degan masala. Yani müşahadatda taloq tushdi va iddat ishida miras oladi deb qaraydi Imom Abu Hanifaning mazhabida. Imom Ahmad iddati to'shab ketsimi, boshqa ay tegmagan holatda miras ola oladi deydi. Imom Malik 10 ay tegsimi, yana shu mushu yerdan miras ola oladi deydi. Hazır dedik şu möt kesili, adet kesildi mi? Bayatın degan söz şu ağırlıkta yetip ölüp kalgan kişi. Muşu talaqul far deydi. Muş kesildi mi hazır? Far. Aylımga miras tegib qolmasin deb qilib o'tgan taloq deymiz. Yani bu ig'ir kesel oldu ve şu kesilida taloq qilgandan keyin o'ldi. O'lgandan keyin talaqul far ekanmi deymiz. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعدما انقضت عدتها. طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف دادس عبد الرحمن ابن عوف روايت qilishdi. Dadisi ayoli tumadirni 3-chi taloq qilib o'tgan. Kesel holatda Abdurrahman ibn Avf cho'ng millionerlardan te. Fawarrathaha Uthman minhu. Uthman radhiyallohu anhu u ayolga miras berdi dedi. Yani Abdurrahmanning mirasidan berdi. Ba'daman qadat iddatuha, iddati to'shab ketgandan keyin dedi. Hozir men demak cho'g'ini Hazrat Osmonning ash miras pishib qo'yganligi iddat to'shab qo'ygandan keyin bo'ldi. Lekin Abdurrahman ibn Avfning o'limi iddat ishida bo'lgan. Ayoli iddat tutayotgancha o'lib ketdi. Endi u o'lib ketib, bu shu taraf dafn qilib, bu necha kun o'tgandan keyin xalifa Osmon radhiyallohu anhuning oldiga bir taraf qilishga kelgan chaqda, undan iddat to'shab bo'lgan chaqda hukm qildi. Lekin vafot bo'lash iddat ishida bo'lgan. Asha muhim endi. Yani bu masala hozir mush tumadirning voqealigi miras ilmida taxarruj degan bir bob bor. Taxarruj. Mesela bu ayolga eğer muşu birden bir ayoli deb qalsak, ayoliga o'g'li bo'lgandan keyin 8dan 1 80 milyon pul olgan bo'lsa 10 milyon keldi degan. Shunami? 10 milyon keldi. Yani 10 milyon keldigan muşu ayol Hazrat Abdurrahmanning boshqa mirasxo'rlari bilan sulh qilib 5 milyonni ilib yo'lga ketdi. Anikin bu shu chaqda Hazrat Osman va sahoba ikramlarningki to'plashgan so'rilda cho'ng bir dava bo'lg'achqa bo'ldi bir xil ijmo bo'lgan. Undan keyin miras ishida nesibasini bilib bo'lib, mana masalan 5 million keldi ekan deb bo'lgandan keyin undan sulilishib, buning bir qismini olmay yoki jiqra qilib yo'liga ravon bo'lsa, chikatsa joiz. Buni taxarruj deymiz. Tumadir shunda taxarruj bilan chikatgan. O'zining nisbatan jiq ya az. Buni asarda 600 ming tanga olgan deb shunda keldi deyman. Lekin shu chaqdamda mirasi 600 mingdan jiqmi ozmi? Albatta 600 mingdan jiq. Lekin 600 mingni ilib rozi bo'lib ketgan. Ammo ulamolar ijmo band bunda. Mirasdan o'zining nisbatan oz olsin, jiq olsin tutishib yo'l ravon bo'ldi. Yani şu taxarruj babını yaxshi o'qimaganlikdan jutdiki ahillarimiz başağırıq chiqirib, bunun daraz bo'lib ketsa bo'lmaydi. Bu amaliyotda ijmoga masala. Yani miras kitoblarini qanday olsa chiqadigan masala bu. Necha yil ilgari shu azaldan bog'liqlanib beramchilik bo'ldi. Akhbarana Malik
أخبرنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث نساء ابن مكمل منه كان طلق نساءه وهو مريض. Hazreti Osman kesal halatda ayolini taloq qilayotgan Ibn Mukmilning o'sha ayollarga miras taqsim qilib bergan. Demak, o'shada taloqul far masalasi. Qala Muhammadun yarithuhu ma dumna fil idda. Hanifi mazhabning qarshida bir taloq tushdi, shuni taloq olishing bilan bayon bo'lib ketdi. İddat ishidan bo'ldi ekan, miras ola oladi. Chunki o'sha nimaga tava, xotinlik taqa to'liq ajrab ketmagan bo'lsa. فإذا انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث لهن. وكذلك ذكر هشيم بن بشير عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض أن ورثها ما دامت في عدتها فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وزرت عمرنا وقال كده أنا في مذهب قرغندك شنو قربته Hanifi mazhabiningki bir dalil sifatida yondashtirib keldi. Babul mar'ati tutallaqu aw yamutu anha zawjuha wa hiya hamil. Talaqul mar'i degan talaqul far degan gap shu. Ya'ni bu o'lib ketma deb o'lim ko'zi ko'randi. Ko'rangan ekan bu ayol ya yaxshi xizmatini qilmagan, ya ranjitgan bir ahol bo'lsa, bu ayol mendan qolgan necha millionni o'sha olib ketamo deb qo'zg'alg'irab, bu ayolga miras berishdan o'zini qochirib, milni qochirib, taloq qilib bilan qutlib buni o'lib ketib qolsa, miras tegmasin deb qilgan bo'g'achqa, taloqul far deydi. O'zining qilgan bir mubah taloq qilgan ekan, zulm salgan ahol yo'q. Lekin bu uning o'limdi qachon? Uning qo'lda emas. Men masalan falonchilar o'lima, unga qadar men nima qilay demaydi. Balki u yashab, ayol o'lib ketib, u ayoldan miras olmaslik mumkin. Endi aholi bo'lgan. Belki ayollar ranjitgan bo'lishi mumkin. Lekin mubah yashamdi bu, gunoh emas. Babul mar'ati tutallaq. Bir ayol taloq qilinib ketdi. Aw yamutu anha zawjuha, ya eri o'lib ketdi va hiya hamil. Undan bu ishga iddat tutdi. Nima? أخبرنا مالك أخبرنا الزهري أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها. Yani bir yerde hazır iddeti hakkında soğudu. Müşkil ahvalda iddet kanda buludu demekçi. Babda talak kılınsa dedi. Mağada ir ölüp ketken ayol kanda iddet tutudu deb sorsa. Kala idha vada'at faqad hallat. Eğriye olsa balısım tuğuşulallam iddeti toşkan buludu. Yani 4 ay önkünden ilgiri tuğutup kalsa ir ölüp ketip 2 günden keyin tuğuasımı iddet toştu deyin gel. Kala racul minel ansar. Şu sorundaki ensarlardan bir kişi Hazreti Ömer'nin bergen fetvasını takımı güçlendiriş için şunda depti onu. Minel ensar kan indehu inna Ömer ibn al-Khattab. Abdullah ibn Ömer'nin fetvasını güçlendiriş için atılları Hazreti Ömer bunda diyen لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت. Eğer tükep ketdi, taqa şu özünün yatıqıda, ya karıvıtıda, ya kemde tavut qısalab, kötürab apırışdan ilgiri, ya kömelmegen, namaz düşürmülgen ahval şu çağda tuğutup qalsa, halal bo'lib ketadi degan. Yani ki İbn Umar'ның mesela taqımı güçlendim. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Yani cumhur ulemanın karşı bu. Peki Hazreti Ali ve İbn Abbas radıyallahu anh'dan ta'taddu ab'adal eceleyn deb kelgan. Biz qaraymiz. Eğer 4 ay önkün jiqroq muddat olsa 4 ay önkün oldu. Eğer tug'ish vaqti yani 6 aydan keyin tug'ilgan bo'lsa 6 ay iddat. Qasi jiq olsa shuni hisoblaymiz degan qarash kelgan. Ma'nodam da ulatul ahmali ajaluhunna yadana hamlahunna degan oyatni tarjih qildi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا وضعت ما في بطنها حلت. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ في الطلاق والموت جميعا. Yani talaq qilgan ahvoldimi? Amildarni talaq qilsa, atsa, tug'sa, yat ayolga aylandi degan. Wal maut. Eri o'lib ketib qolib, bir haftadan keyin tug'sa, bo'ldi, iddat to'shta unkun tugidi degan gap. Tanqadi iddatuha bil wilada wa huwa qawl Abi Hanifa rahimahullah. Yani bu o'lim masalasida ixtilof bor edi, masalan Hazrat Alidan Ibn Abbas'in keldi, lekin bu ixtilof sil ajizanda. Babul ila, al-ila degan qasam ma'nosida. Yani ayoliga yaqin kelmaslikka qasam ichgan kishi.
ikkinchi masalan sen bilan bir yostiqqa bosh qo'ymayman deb qasam qilgan bo'lsa ila Qur'oni Karimda ladina yu'luna min nisaihim tarabbusa arba'at ashhur 4 oyni shunda bekitgan 4 oy ichida yaqin kelsa taloq qilmadi qasam kaffaraturdi shnama yaqin kelmasa ayol taloq qilib ketgan أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا آل الرجل من امرأته ثم فاء يعني قايت يعني نمي قايت بالله بلاش قايت بالله بومايمان دب بالله بولده قبل أن يمضي 4 أشهر فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء إيش بومان دك فقط بالكبارات بالرأس بولده وإن مضت 4 قبل أن يفيء فهي تطليقة بالله بوماستن تتاين وتكجتسا bir talaq tushgan bo'ldi. Yani talaq demisimi otomatik talaq bo'lib ketdi demakchi. Evet, bunu bazı ulamoning talash ta'sirlari bor, lekin o'sha mazhabda 4 oyning o'tishi bilan talaq bo'lib ketadi. Va huwa amlaku bir raj'ati ma lam tanqadi iddatuha. 4 oy o'tkazayotgandan keyin shu 4 oy o'tib birinchi kuni undan iddat boshlangan. 4 oy o'tgandan keyin talaq qilgan hisobda. Ha, burun talaq qilgan bo'lib 4 oy bu iddat hisobga emas. Shundan keyin undan iddat tutgandan keyin iddat ichida amri qaytiruvasi bo'ldi. Raji talaq olsan, 3-chi talaq qilib qolsa bo'lmaydi. Qala, yani Said ibn Musayyab demakchi va kana Marwanu yaqdi bihi. Marwan bu ulamolardan Madinaning amiri bo'lgan, shuna mashhurlardan bu tabi'i. Shu anda amir vaqtida mushu e'lon masalasida talaq raj'i tushdi. 4 oygacha billa bo'lmasa talaq raj'i tushdi deb hukm qildi deydi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أيما رجل آل من امرأته فإنه إذا مضت 4 الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء. Yaqin kelmayman deb qasam qilgan bo'lsa 4 oy o'tib ketdimi, yaqin kelmadi. So'ng bu avtomatik talaq qildi dedi yuqori qarashda. Men qarashdim demakchi 4 oy o'tgandan keyin vuqifa degan bu odamni biz to'xtatib qo'yamiz. Sen bir taraf qilyapma ishni. Ya talaq qilsa yoki o'ygirib ayolondan birga bo'lsa wala yaqa alayha talaq u 4 oyning o'tishi bilan avtomatik talaq bo'lib ketmaydi. Va in madat 4 ashhur hatta yuqaf. Demak shu biz to'xtatib qo'yib uni bir taraf qilib ya talaq ya fay qilmoqcha u uyam bo'lib ketmaydi debdi. Sen 4 oy men qilibdi bu Qur'on Karimda belgilangan bu. Alladina yutuna min nisaihim تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال محمد رحمه الله بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا إذا آل الرجل من امرأته فمضت 4 أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليق بائنة. Mana ashab-ı kiramlardan talaq bayin olib ketdi, bir talaq tushib ketdi. Otomatik degan rivoyat keldi deydi. Va huwa khatibun min al-khuttab. Talaq bayin olib ketdi. Talaq bayin bir talaq bo'ldi. Bo'lib ketgandan keyin bu keyin ash ayolni yani olay deb qolsa, bu boshqa yat odam bilan o'xshash. Buni oldin uni elish haqqi yo'q. Ash ayol rozi bo'lsa, xolis boshqa odam tegadi demakchi. Hanifi mazhabning qarashini kuchlantiradigan sahobalarning qarashini akilib turib deydi. Va kanu la yarawna an yuqafa ba'da al-4. Bu sahoba kiramlar bu 4 oydan keyin unda to'xtatib qo'ymaymiz, qaro qildaymiz demaydi deydi. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مش آية من تفسير قلت الفي الجماع في 4 الأشهر فإن فاءوا يعني 4 ay ishida birga bo'lashqa qaysa birga bo'lsa ishtugida bir kapparat bir islam bo'ldi. Va in azamat talaq yani azimatut talaq degan 4 oyni birga bo'lmay o'tkiz. Yani bu o'sha keskin balog'lardan kim qaro qilayotgan zodi qat'iy birga bo'lmaydi. Va ida madat bayanat bi tatliqa 4 oy shunday o'tib ketgandan keyin talaq qilmasimi bir talaq bayin olib ketadi deydi. Wala yuqafu ba'daha 4 oy o'tgandan keyin uni so'rab qo'ydigan ya talaq qildigan ish yo'q. Va Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu a'lama bi tafsir al-Qur'an min ghayrihi wa huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammah min fuqaha'ina.
Yani şu İbn Abbas'ның va yuqorqi Ömer, Osman, Abdullah va Zayd qatorliq ashab-ı kiramlarning eng olimlarining qarashlarini tarjih qilishida bir sabab ko'rsatdi. U bo'lsa İbn Abbas tafsirga eng ustisida demoqchi. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu duo qilgan. Allohumma allimhu ta'wil va faqihu fid-din. Babur rajuli yutalliqu imra'atahu thalathan qabla an yadkhula biha. Nikalab taxa billi bo'lasi ilgirlan bir ishni ochiq gap qilib, ya jidal chiqib 3 taloq deydi. Bunda ahvolda ulamalar ixtiloflashgan. Hanifi mazhabda 3 taloq tushdi. Jumhur ulamalarimiz lekin salaflardan ba'zilar bosh chiqargan. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها. اشتلق طلاب قايت نكالب الله يدبته. اشتلق ديش فلان زاد برطلق دسمون باين ولا كتبه. أمدن شكتته. طلاق قبل الدخول. اشتلق دسا اشتلق شقاس وتخمشندا. başka erkek mi sunmaydıgan bir ahval kirip çıktı. Fecal yesteftiye. قال فذهبت معه يعني ابن بكير أشون بالباغان فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فقال لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره يعني برأيتك مسموم اشتلق بلاب تودده فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة يغمن برطلاقي غانتم دبتون من طلقم برطلاقتي دبتون وثلاثا دده بايتنا belki thalathan deganna men bir lafz bilan 3 taloq dedim demoqchi bo'lishim mumkin. 3 taloq debdi, lekin men bir qatim degandim buni desa, qala ibn Abbas radhiyallohu anhu arsalta min yadika ma kana laka min fadlan. Sen qo'lingda ortiq olgan ashuni bilan meni ko'ydiryapti. Ya'ni asli 2 taloqni saqlab qolsang bo'ldi, birini qilsang bo'ldi, sen uni men buni biroqlam qo'lingdan chiqarib o'tib qolsa. Qala Muhammadun va bihada nakhud وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. القرآن ظاهر ما شنو كيستدو دمكشي. محمد رحمة الله عليه أشو جقرقة اشتلاق برقلم تشدو ديان قراشنا تتماس. çünkü القرآن ظاهرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ده. أشو شنو طلاق. لأنه طلقها ثلاثا جميعا. برقلم طلاق ده. فوقعنا عليها جميعا. Bir vaqt 3 taloqni bir aqlam qilgan ekan, 3-chisi bir aqlam tushdi. Agar tushimiz faqat tushimiz bo'ldi dedi. Walau farraqahunna waqa'at al-ula khassa. Agar birdan taloq qilgan bo'lsa, birinchi taloq tushdi, ikkinchi, uchinchisi tushmaydi. Nima uchun? Bayin olib ketdi. Birinchi taloq bilan bayin nima uchun desa, bu taloq qabla dukhul, iddat. Bu gap shu chaqishunda taloq qilgandan takkida ajrab ketdi, buni munosib yo'q deb ko'rib. Qo'ldan chiqarib o'tgan hisobda. Taloqni maqsad qilib turib taloq degan bo'lsa vaqtda birinchisi bilan birinchisi taloq bilan bo'ldi. Ko'ngilga bilan aniq so'z ko'ngilimizni gapirishimiz. Taloq degan gapga ko'ngildagi u bu degan gap ketmaydi. Uchuq. لأنها ولو فرقهن وقعت الأولى خاصة لأنها بانت بها أش برطلاق ولا بتلا أزل كسل أجرب كده قبل أن يتكلم بالثانية طلاق ده كن طلاق ده فوقه أنا لم بو يتعالى كده كلام ولا عدة عليها عدة ميوق çünkü قبل الدخول طلاق قبل الدخول فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة ما demek شو غنم ده ma ayolga iddat ketmaydi. Agar iddat ketadigan bo'lsa, ondan ikkinchi, uchinchi taloqqa iddat asnosi tushgan bo'lsa, o chaqda tushdi deymiz. Lekin iddat o'mon ekan, ikkinchi, uchinchi mo tushmaydi deymiz. Babul mar'ati yutalliquha zawjuha fatatazawwaju rajulan fayutalliquha qabla ad-dukhul. Bir ayolni yeri taloq qilib olsa, ikkinchi bir erga tegibdi. Ikkinchi er bilib bo'lmasdan taloq qilib o'tibdi. Bu ko'pincha hamda taqmalal qilib, tahlil qildigan ishlarda endi bo'ldi. Ayol burunqi yeriga qaytmoqchi. Lekin 3-chi taloq qilib qo'ygandan keyin yo'l yo'q. Ulamolardan so'z yo'l yo'q deydi. Endi ba'zi odamlar kelsa, "Ile ishlatilganligiga yo'l bor." Zamanıga tigila, ondan nikah qo'yganga taloq qiladi. Bir uychi masalan taloq qilvasan deb unda ile ishlatilgan yo'l bor. Şunu la'anallahu muhallil vel muhallal lah. La'nat qilgan. Bu anın masda ayri qaytilish. أخبرنا مالك أخبرنا المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة ابن
Simwal deb keldi ama Simwal debdi. Tallaqa imra'atahu Tamimata bint Wahb fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Fanakahaha Abdurrahman ibn Zubayr fa'arada anha falam yastati' an yamassaha. İkinci ağan eri Abdurrahman a'rada anha falam yastati' an yamassaha. Yaqin kelinmabdi bu ayolga. Ma'lum sebepler tufaylidir. Bir xil acizlik bo'lishi mumkin. Yaqin kelinmabdi, ha? Fafaraqaha va lam yamassaha. Shu bilib bo'lmay turib taloq qilib aytdi. Balki ayol ba'zi gap so'zni qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu odam chidamay taloq qilib aytdi. Fa arada Rifa'atu an yankiha. Birinchi eri yani qayta bu ayolni almoqchi bo'ldi. Va huwa zawjuha al-awwal alladhi talaqaha. Fa zakara zalika li Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fa nahahu an tazwijiha. Shuni ya tegsin bo'lmaydi deb to'sdi dedi. Va qala la tahillu laka hatta tadhuqa al-usayla. Yani cima qilmagan taqdirda sana halol bo'lmaydi. Cho'qim bir cima qilib, undan taloq qilsa, undan birinchi erga halol bo'ldi. Cima qilmasa halol bo'lmaydi. Ba'zi rivoyatlarda bu ayol Rasulullohning qishida cimada ojiz ekan, cima iqtidori yo'q ekan deganda gapni qilgan. Ya bo'lmaydi. Bu unda iqtidor bo'lmasa, boshqa aytib gap, boshqa bilan birga bo'lgandan keyin undan qaytish lozim demakchi. Aslida 3 taloq qilish masalan harom deb chiqayotgan ba'zi sunnatga xilof. Biz dedik-ku, taloq sunnat. Bunda sharti bor. Shuningga ulkanmagan ekan, bu sunnatga xilof bo'ldi. Lekin tushida qo'yib qo'ygan. Ya shu sunnatga xilof bo'lishi u boshqa, tushishi boshqa. Masalan, ezdani dedik-ku, ezdalar taloq qilish sunnat xilof, lekin tushida. Dawqul asal degan kinoya anil jima'. Qala Muhammadun rahimahulloh va bihada na'khudh degan quruq nikohlam qilish bilan bu ayol dastlab erga halol bo'lmaydi. Tahlil masalasi kelib chiqmaydi. Jima' bilan undan tahlil bo'ldi demoqchi. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'amma. Jumhur ulamoning qarshi, lekin Said ibn Musayyab nikoh bilan bo'ldi degan. لأن الثاني لم يجامعها جماعة ديان ذوق العسل ديان جاب يوك بلندا فلا يحلها أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني. باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها. عدة شاشتم برن سفر جيش بلندا. أخبرنا مالك حدثنا حميد بن قيس الأعرج المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحجة. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. Hazrat Umar haj mesela haj farz ishqo shunda bo'lsa-mu iddati to'shmagan ayollarni yoki eri o'lib ketib iddat tutayotgan ayollarni hajdan to'sadi ekan. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي عدتها من طلاق كانت أو موت. كانت العدة دمجة من طلاق كانت العدة أو من موت دمجة. طلاق عدتوسون وفاة وغن عدتوسون سفر كسبهم مايدو حتى أرتخش طلاق تخشم يوقف. باب المتعة بو وقت نكاح بجمعنا. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن جدهما علي رضي الله عنه. Abdullah ve Hasan ikisi Muhammad ibn al-Hanafiyaninki Hazrat Alining Muhammad ibn al-Hanafiya degan Bani Hanifa jamoatidan bo'lgan ayoldan bo'lgan o'g'li va Muhammad deb. Bu Hasan Husayn bilan bir tuqqan. Buningki Abdullah va Hasanga ikki o'g'li ekan. Shularni rivoyat qilib o'tdi. Cho'ng dadasi Hazrat Alidan annahu qala ibn Abbas radhiyallohu anhuma naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an mut'at an-nisa yawm Khaybar wa an akli luhum al-humur al-insiyya. Hazrat İbn Abbas'ninki aslida mut'a jaiz deydigan bir qarashi bor. Eshak go'shimi halol degan bir qarashi bor. Mushu ikki qarashi bo'lg'achqa Hazrat Ali Ibn Abbasqa bu hukmni uqtirib qo'yish uchun Rasulullohning to'sqa bo'lmaydi, joiz emas, harom deganini yetkazib qo'yish uchun ashuna raddiya shaklda mushu gapni qilgan. Albatta mut'a islomning dastlabki davrlarida va ba'zi keyingi chog'dan ba'zi g'azotlarda Rasululloh ruxsat qilgan. Bir g'azot qilsa masalan 1 oy, 2 oy qaytib kelishlik ba'zi necha yetib kelgan ahvol bo'lgan ekan, mujohidlar qisilib qolgan bo'lg'achqa vaqtliq 15 kunlik, 1 haftalik
kodni ag'ashtiringlar deb olgan. Keyin ondan cheklagan. Yana ba'zi bir masalan Ama Avtas Makka fathi bo'lgan yili, keyingi vaqtlar shu 8-yilimi shu chaqildimi ruxsat qilib, keyin 3 kundan keyin cheklayotgan. Lekin mush arliqdan da Rasululloh ruxsat qilganligini bilgan Ibn Abbos qo'sha sahobalar ruxsat ba deb qaragan. Qaragandan keyin cheklaganligini aniq bilgan Hazrat Aliga o'xshash sahobalar ya oxirida cheklagan buni deb keyin to'xtalgan hukmni bayon qilib qo'ygan. Diqqat qilsanglar mana mush Hazrat Alidan rivoyat qilingan shu. Shialar Hazrat Alidan rivoyat qilgan bizning bu rivoyatlarimizni olmaydi ular. Nega uni Hazrat Ali rivoyat qildi mana. Yani Şialarga biz en küçük reddiye beradiğimiz bana. Sen Hazreti Ali'nin muhabbetini, sevgisini dava kılırsa, kılgan rivayetini anmaysa. İkisi mansi bir, lekin söz işletken çağda nikah mutada tamatta'tu bike, atamatta'u bike, estamta'u bike kada degan şu mut'a sözünü işletme kıldı. Bu ikisinin mazmunu bir. Yevma Xaybar g'azoti bo'lgan kunda cheklatdi va oilda beqildigan eshaklarning go'shtini ishdan to'sdi. Ya'ni harom qilyapti degan ma'noda. Yo'q eshaklar halol albatta. أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت. Bu Rabia ibn Umayya keyincha Hazrat Umarning vaqtida aroq ichganlik sababidan Hazrat Umar buni pal etgan. Yakan jazolagan deydilar. Jazolagandan keyin bu qochib berib xristian bo'lib ketgan. Rimlikni qochib berib xristian bo'lib ketgan. Shundan keyin Hazrat Umar men ikkinchi bir odamni olmayman degan. Chunki endi shu Madinada yashab, aroq ichib oyda tug'anlikqa xristian bo'lib ketganda yengil. Bu kishi istamta bimra'atin muwallada. Muwallad bir ayolni mut'a, ya'ni vaqtliq nikohga olibdi dedi. Muwallad degan tigi ajamdan, lekin mush arablarning orasida tug'ilib o'sganlar muwallad deydi. Qo'sa ko'taribdi. Fa kharaja Umar fazanat jiddiy oldirg'incha chiqib, yajurrida degan sonini so'rgincha, balki uni keymay yo'lda kegach mangan bo'lishi mumkin. Faqala hadil muta, bu shu muta nikoh shu emasmi, bu chataq kelma bu. Men agar burun muta nikoh qilganlar jazolandi deb uqtirish chiqarib qonun e'lon qilgan bo'lsam, chamkeza qilibdi. Ya'ni bu bir xilamda tahdidmi? Ikkinchi yaqin kelib qolmanglar degan. Bo'lmasa nikoh mutada chamkeza qilish yo'q aslida. Birsimasa nikoh muta qildi hozir deylar. Islom qozisi bor, chamkeza qilolmaydi. Bunun uchun idraul hududa bishubhat. Endi u bir qilaman nikoh qildim degan bir nikoh yoki endi mehr to'ylik qildim, bu joiz yoki men shundaroq deb o'ylab qolgan degan bir shubha bo'lg'achqa unda chamkesa qilish yo'q. Ma'lum bir xil tahdid, ig'ir edish tariqasi aytilgan. Qal Muhammadun al-mut'atu makruha. Mut'a makruha degan shada mutahharam degan gap. Chunki biz ixtiyorda o'qidik-ku. Al-makruhu 'inda Muhammadin haram va 'indahuma huwa ila al-haram aqrab. İmam Muhammed'in makruh degan haram degan. Mut'a haram va la yanbaghi degan so'zmi haram bilan makruhni o'z ichiga oladi. Unda qiz bo'lmaydi. Va qad naha anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fima jaa fi g'ayri hadithin va lathnayn. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam necha hadis kelgan? Bir ikki hadis emas, necha hadis kelgan to'sqanlik haqida. Masalan, Sahih Muslimda annalloha harramaha ila yawmil qiyamah degan. Sahih Muslimga bir hadisda rakhsalana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi mut'atin nisa ama awtas 3 ayyam thumma naha ba'dahu degan. Bundan boshqa hadislar ko'p. Va qawlu Umar radhiyallohu anhu law kuntu taqaddamtu fiha la rajamtu inma nada'ahu min Umar ala tahdid. Bu Hazrat Umarning bu so'zni biz tahdid, qo'rqitib degan so'z deb tushunamiz. Nima uchun? Chunki bu yerda idral hudud bi shubhat degan ekan, bu yerda chamkesa qilish yo'q. Zavoj mut'a qilgan kishini chamkesa qilmaymiz adat. Va hada qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. Ya'ni bu 'amma min fuqahana emas, bu ahli sunnah hammasidan qarashimiz. Amma Şial şu Ravafidlar jaiz deydi. Yoki ko'pinchisi shu. Hozir Eronda shu zavoj mutaba.
باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى. İki xotunu ba kişi birisinden özel körüp qalsa qanday bolmoqchi? Akhbarana Malik akhbarana ibn Shihab an Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnata Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhuma فكانت تحته فتزوج عليها امرأة شابة فآثر الشابة عليها. Bu bir ayolni elab Muhammad ibn Maslama degan bu katta sahaba shuning qizini elab bir muddat o'tgandan keyin yosh xotinni birini olibdi. Albatta hamda yoshni olgandan keyin yoshni afzal ko'rib alohida muomala qiladigan bo'lgan. Uning qishida jiqrab qo'nab masalan undan naslini birib fanashada tuttalaq yani xetimni berila deb ching tudi dedi. Nashada tudigan ashna bak ching turganini ko'rsatdi. Fatallaqaha wahida. Şuna bir talaq qilibdi. Summa amhalaha. Bir talaq qilib iddat to'shishga shunda qo'yib qo'ydi yani. Bu iddat tutib bo'yar. Hatta idza kadat tahillu irtajaha. Iddat toshay deyishiga yani amri qaytiroldi. Talaq raji bo'lgan ekan. Summa aada fa athara ash-shabat alayha. Amri qaytirib bo'lgandan keyin yana kishi xotinni afzal ko'rib turibdi. فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل ارتجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ختم طلاق بوغانك يعني أهوال دوم نشاب يعني طلاق من باسلا دبتروبتو فقال ما شئت خالصنز ميلة براي إنما بقيت واحدة برلا فرصة قلداجر مش برطلاق نقيسام شغلان بز قايد أويتو تمايماس فإن شئت استقررت على ما ترينا من الأثرة. أثرة يعني شو برسنا أوزل كرش. الله يدا ما عمل قلش. خالصناس من أمرم ده تريورم من أنا أوزل ده قرصم ما رازولك أتران ماشي. وإن شئت أبنو تشدمسناس ختنز براي. قالت بل أستقر على الأثرة. سأنا أوزل كرصم من بولدسن خدنا ولا ترى ماشي. Rasulullah'ın ayollarından mı birisi Rasulullah talaqlı etkili qilgan chaqda men nisibamni Hazrat Aishaga başqa o'tinib biray men sizning ayollar bo'lib turib basam men rozi deb shunda nima qilgan va in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima ay yusla baynahuma sulhan wa sulh khair. Yani Rasulullah'dan ayrılıp o Rasulullah'ın davetini çıkıp ottağında Resulullah'ın ayağı bulup ummatul mu'minin bulup tuğuna yaxşı. Yani ma ayağından buna oylap bakıp emini koyuverse başka emanmasın ki ondan da meyli de فأمسك على ذلك ولم يرى رافع رضي الله عنه أن عليه في ذلك إثما. رافع بن خديج جنبه مشهور sahabelerden birisi. Mesela şu zara, mudarebe meseleleri de rivayet kıldığı. Muşunda ahvalını kıldı mı? Rafi radıyallahu anh. Bunu da manda kılsam günah buldu da karımıdı. Bu normal. O zamanın hakkını işletkenlikte ibaret de kardı dedi. Hina radiyet en testakral al-athara. Demek ki o ayol aşında mecbur oldu hem de. Çare yok. Yani bu erma yani musahabe. Bunu ben bir günah iş kıldım da oylumu de. Yani bu taz yaxşı iş bulmuş mu? Lakin günah iş emasın. O özden hakkını kulunu otkandı. Mecbur bo'lgan amal yo'q da. Bu tabii yani bu kamal meselesi ve başka tabiiyetiga bog'liq masalalar. Bir she'r var, burunqi ayolning ustiga ikkinchi bir ayolni olgandiki, yosh ayolni bunun bir malda o'tib bo'lsa, yangi ayoli ko'na ayolning darvozasidan o'tgan chog'da davomliq shu ko'na kiyimning qadri qimmati bo'lmaydi, yangisining qadri qimmati bo'ldi bu deb shu mazmunda nima qilavergan ekan, bu ko'na ayol o yangi ayolning uyning oldidan o'tgan chog'da shu she'rni o'qib degan. Naqil fuadaka haythu shi'ta min al-hawa mal qalbu illa lil habib al-awwali kam manzilin ya'lafuhu al-fata min al-ard wa haninuhu dawman li awwal manzili. Endi hozir unda qadinasini ala bilib nuqilga vallah burmu unda yo'qlabdiki, hozir mana shunda endi yanasiga bakrak mayl bo'lishi mumkin. Rasululloh emredisin bo'lmasa, adil qilingan qilsa Adir musahabe adil kılanmaptı. Adil kılanmağanlığını günahımda ayağını talak kılıp kim sülleşkenini günahda parmı dedi. Adir bir tarafki nefret etkeni günah o. Yani sahabılı masum olmaz.
Lekin bu ayol endi keyin majbur bo'lgan chaqda razılaşdimi? Sülleşti, Qur'onga uygun keldigan bir ish. Yani bu nima emasmi? قال محمد رحمه الله لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها. كين yana qo'z ko'pab, keyin yo'q, bunda o'tiraman manda yana talaqini talab qilsa bo'ldi demoqchi. Qol Abi Hanifa wal 'ammati min fuqaha'ina. باب اللعان لعنة لشيش. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. لعن لعنة لشيش يعني ayoli tuqqan balini mendin emas bu sen başka erdin taptın deb qalsa inkar qilgan holda ayında la'natlashishimsa suratun nurda kelgan bo'yicha allazina yarmuna azwajahum va lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu deb shu oyatlar shu bo'yicha bir taraf qilindi. Anna rajulan bir kishi bu Uvaymir al-Ajalani degan kishi ayolning ismi Xawla hamda rajulan deyishdimi Maravila hamda buni bir xil satr qilishga ismini atmagan bo'lishi mumkin. Lekin boshqa hadislarda bor. Ayol bilan la'natlashgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida fantafa min waladiha, yani shu ayoli tuqqan balni inkor qilgan, mendan emas deb turgan. Shunlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'shkedan ayiribdi va balini ayolga mansub qildi. Shu ayolning balasi bo'lgandi. Fulan ibn Xawla, shu ayolning ismi Xawla bo'lg'achqa, endi shu ayoldan miras oldi, bu erdan miras olmaydi. Tazzumoniki. Qala Muhammad va bi hada nakhudh idza nafar rajulu walad imra'atihi wa la'ana فرق بينهما ولزم الولد أمه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب متعة الطلاق. طلاق قيغان چغدا ayollarga ancha-muncha ko'ngil yasab berdigan narsa. Mamatti'uhunna alal musa qadaruhu. Yani bir oyatdimi? Alal muhsinin dedimi? أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تمس. Her qanda bir ayol talaq qilinib qolsa, azdir ko'pdir endi mut'a, ko'ngliga yarasha bir narsa berdigan. Ishba, faqatlam to'yliqni manch pul deb kelishib, billi bo'lmasdan talaq qilinib ketgan ayol fa hasbuha nisfu ma faradala. Fa nisfu ma faradtum dedi. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن مش يرمن أغن كم بو متعدن درقش بولد متابعة بولد شيء تلك. قال محمد وبهذا نأخذ وليست المتعة التي يجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة. واجب بوغن متعة برتلك ولد ديدون. هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها. مش عندهم فهذه لها المتعة واجبة. مش أهوالدا متعة واجب يؤخذ بها في القضاء دعوة دستور ما متابعة ده دعوة قلادة ده. وأدنى المتعة لباسها في بيتها. متعة أنتون مقداره برقر كيم أيشلك يدغان يعني نماز أقصى شو الله نماز جائز ولدغان كيم بوسا أنتون شو الدرع يعني كونلك والملحفة فركنجة والخمار رومال يعني بيشين يدغان يغلب. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. النقاب يقام مشده أدنى مشده مشام ده أدنى المتعة مشون برقر كيم ديان مشاهدة عائشة وابن عباس خطر الصحابة الأرضي كاجان. باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة. أي الله ده إدد مزجل ده يسن سبون مايدو يسنب جد لاجا وزن كوستوب مثلا من ألد غلبا من ديان دك طريقة ده من دانم كسبون مايدو. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حاد على عبد الله بعد وفاته. صفية بنت أبي عبيد حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه أياله اشتكت عينها كوز أغرب قلب وهي حاد على عبد الله أولب كتكنين كان إدت تتواتقان شغدا غازة تتواتقان شغدا غازة حالتا كوز أغرب قبطه yani sürmün sürtse payda kıldığan. Falan tektahil hatta kâdet aynuha an tarmud. Şu sürmümü sürtmey köze naitemde çapak basıp ketkil tas qalğan dedi. Aynuha an tarmasa. Çapak basıp ketkil tas qaptıken. Çünkü hem de bu hızda halatda yasınışkı bo'lmaydi degan bo'g'izqa. Had degan ayolninki haid degan o'xshash. Yani muannas ayrimini o'qiman, shu muannas hisob. Hamil had
nima shunda dedik-ku? Muzakkar shaklida, lekin muannasga ishlatilgan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.